Uy sharoitida quloq qanday tozalanadi? Assalomu alaykum. Men Hoshimov Ilhomjon, lor vrachi. Bugun sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Uy sharoitida biz ko'pchilik foydalanadigan quloq tozalagichlar, uxachiska, qandaydir metal buyumlar, hattoki kalitlarda tozalash mumkin. Yo'q, aslo mumkin emas. Quloq tozalash faqat lor shifokori nazoratida lor shifokori amalga oshirishi shart. Ya'ni biz uyda o'zimizni va farzandlarimizni quloqini tozalashimizda uxachiskadan foydalansak, oddiygina to'plangan kirlarni quloq ichiga yanada kirgizib yuborishimiz ehtimoli juda ham katta. Bu nog'ora pardaga travma yetkazishiga olib keladi. Qattiq buyumlardan foydalanilganda, avtomashina kalitlari yoki bo'lmasa oddiy kalitlardan foydalanilganda tashqi quloq eshitish yo'llarini jarohatlab qo'yishimiz mumkin. Bu turli kasalliklarga olib keladi. Masalan, zamburug' kasalliklari, bakteriya kasalliklari, tashqi eshitish yo'li jarohatlari, hattoki quloqdan qon oqishlarigacha olib kelishi mumkin. Bunday holatlar kuzatilmasligi uchun o'zingiz va farzandlaringizni quloqini tozalash maqsadida lor shifokoriga uchrashingizni tavsiya beramiz.